Qo'qon shahrida pul evaziga xo'roz urishtirganlar qo'lga olindi. Tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni o'ynash va uni tashkil qilish sharoit yaratib berish qonunan taqiqlanadi va javobgarlikni keltirib chiqaradi. Joriy yilning 12-fevral kuni Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan huquq-tartibot organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Qo'qon shahar Tegirmonboshi ko'chasida yashovchi fuqaro yashash xonadoni tomorqasida tavakkalchilikka asoslangan o'yinni o'tkazish uchun pul evaziga sharoit yaratib berib, shu yerda fuqarolar xo'roz urishtirayotganligi aniqlandi. Tezkor tadbirda 4 dona xo'roz, pul va boshqa buyumlar daliliy ashyo tariqasida olindi. Holat yuzasidan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Hurmatli fuqarolar, bunday tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil qilmang va unda ishtirok etmang. Bunday o'yinlar sizni halovatingizni o'g'irlaydi. Qolaversa, qonun buzilishini keltirib chiqaradi. Ogoh bo'ling.